Ha, Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari. Mana bugun so'r ishlab chiqarishni bir nimasini boshladik. Ya'ni birinchi mahsulotlardan hozirda akamiz Omon akam o'zlari ishlab chiqarishyapti. Bu yerda mana asosan rossiyskiy poltaxtalar ishlatilgan. Zamokli, как положено, sifatiga garantiya beriladi. Keyin so'rlarimiz narxi 5 million chiqyapti. Lekin shunga yarasha material ham qo'yilgan. Masalan, 8 qo'yilgan, 1.7 tenki qo'yilgan, 6 ga 4 u ham qalindan qo'yilgan. Keyin qo'shimcha mana listlardan har xil gullar, bezaklar berilgan. Har tomonlama taglari ham, yana bitta qulayligi bor. Har bitta oyog'i tormozi bor g'ildiraklar qo'yib chiqilgan. Ya'ni so'rini xohlagan paytingiz, xohlagan joyga yurgizdirib, ya'ni ko'tarmasdan bemalol surishingiz mumkin. Bu ham o'ta katta so'rlar uchun qulaylik. Hozir hamma narsani maqsadi yengillashtirish. Ya'ni shunaqa ballonlari bilan qilib berishyapti. Zakaz berishlaring mumkin. Mabodo qo'shimcha xon taxta kerak bo'lsa, 350 mingdan buni ham qilib berishyapti. Keyin baytda taxtasiz holati ham bor. Bu 3,5 million chiqadi. Sifati mana ko'ryapsiz, taglari ham temirdan, hamma yoq temirdan. Ya'ni shunga yarasha nima berilgan, ishlov berilgan. Xudo xolisa zakaz berishlaring mumkin. Omon aka, telefon raqamingizni aytib boring. 90lik 056 056 0078. 0078. Ismim Sherzodbek. Meni kanalimda bilasizlar. Doim shunaqa temir mahsulotlarni reklama qilamiz. Keyin kontachniy svarkalari ham mana kontachniy svarkada qilingan. Bu ko'pchilik tushunmasa agar, bu elektrod svarka ozgina mo'rt bo'ladi, ya'ni nimaroq bo'ladi, slabiyroq. Lekin bu 4 barobar 5 barobar kuchli bo'ladi. Elektrodga nisbatan kontachniy, kempi deydi. Ya'ni simda maxsus nimada quyiladi, mustahkamligi ham o'ta yuqori bo'ladi. Garantiya beriladi. Svarkalari hamma yo'g'i joy-joyida. Mana ko'ryapsizlar, mana ko'rishlaring mumkin. Yaqinroq qilib aytyapman. Ko'rsatay. Mana har bitta svarka tekis qilib quyilgan, atrofi ham aylanasiga quyilgan. Bironta uzilgan joyi yo'q. Har tomonlama quyib nima qilingan. Zakaz bersizlar, inshaalloh. Telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Yaypan, O'zbekiston tumani. Dastavka masalalarini gaplashamiz. Ularni kelishiladi. Telefon qilishlaring mumkin. Shu. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.